Bugun sizlar bilan bir kunlik hayotim haqida gaplashamiz. Kunimni ertalab dori ichish bilan boshladim, lekin hamma joyi yig'ishtirishga sho'ng'idim. Qarasam, uyim bir haftadan beri yig'ishtirilmagan uyga o'xshab qoldi. Stol ustini bo'shatib oldim deya hamma joyi artishga tushdim. Xullas, uyimizni bu darajada bardak bo'lib ketganini sababi kecha men uydan chiqmasdan maza qilib uyda kino ko'rib yotganman. Bilasizlarmi nima? Hamma uy bekasini eng yomon ko'rgan ishi idish yuvish bo'lsa kerak, chunki kuni bilan hamma ishni qilasan, tugaydi, lekin idish tugamaydi. Skоворodkani ko'rib faqat tuxum qovursa kerak bu qiz deb o'ylayotgandirsizlar. Yo'q, ovqat ham qilib turaman, uyimizda qozon ham bor. Idishlarni hammasini yuvib bo'lib, bittalab artib, hammasini joyladim-da, keyin zalni yig'ishtirishni boshladim. Uylarni tozalab bo'lib, ko'chaga chiqishim kerak, qiladigan ishlarim rosa ham ko'p. Kelgunimcha top-toza bo'lib, yuvilib, qurib ham chiqadi deb kir mashinani 3 soatga qo'ymoqchi edim, mayli deb 1,5 soatga qo'yib yubordim. Oldinlari xo'jayinim nima beray desalar, gul, tilla, birlan telefon deydigan qiz hozirgi kunda nima beray desalar, qozon tovoq, pilisos, dazmol, pardazmol, yangi choynak deydigan bo'lib qolganman. Shu bilan uy ishlari ham tugab qoldi. Bu yana 8 soat kiyim tanlab ko'chaga ham chiqqunimcha soat ham obed 2 bo'libdi. Shunaqa qilib xo'jayinim bilan xayrlashdik. Ular o'zlarining ishlariga, men esa reklamamga yo'l oldim. Oxirgi vaqt soat obed 2 bo'ladimi, kechki 6 bo'ladimi, farqi yo'q. Lish bu Toshkentda probka bo'lsa bo'lgan. Magazinga ham kelib oldim. Faqat reklama qilaman, hech nima olmayman deb o'zimga va'da berib 5 ta paket bilan chiqdim. Xullas amallab ikkinchi reklamamga ham kelib oldim. Bu yoqdan ham hech nima olmayman deb o'zimga va'da berib, lekin 5 paket kiyim ko'tarib keldim. Bizning uyda faqat xo'jayinim choy ichadilar, lekin bugun nimagadir choy ichaman deb choy qo'yotgandim, xo'jayinim ishdan kelib qoldi. Er-xotin hazil-huzur qildik, keyin shirinliklar bilan kino ko'rishga otlandik. Shu bilan kunim mana shunaqa kino ko'rish bilan tugadi.